Tizingiz og'rirdi. Mana bu yarimim ishlamay qoldi deyapsiz. Qarang, kelasiz birinchi kun akam oldiga bitta muolaja qilib qo'yapti-da, yaxshi bo'lib qolyapsiz. Endi bir kurs licheniyani olaman deyapsiz. Bor gapmi shular hammasi? Voy rost. Ha? To'g'risi men mana kecha keldim mana. Kecha keldim mana 1 soat men bilan shug'ullanishdi. To'g'ri yurib chiqdim. O'g'lim ham o'tirgan edi. Keyin mashinaga chiqib o'tirib turaman dedi. Keyin bunday yurib chiqsam qarab turgan ekan, men mashinaga aya mana qilib keluvdingiz, likkillab chiqyapsiz. Yaxshi yurib chiqyapsiz-ku deydi. Ana Muhammadiy akam Andijonda kinezolog so'raganlar, o'zi shikoyatlar diagnozingiz bo'yicha nima bo'lgan? Ularda grija bo'lgan, nerv siqilishligi bo'lgan. O'shani qayerda siqilgan va qaysi mushaklarga ta'sir qilgan. Og'riqda kelib chiqish sabablarini topganmiz. Shuni o'zini manipulyatsiyalari bilan kinezologik metodlar orqali davolaganmiz. Hammasi joyiga tushib ketdi. Hozir endi shunday davolayapsiz ekanki, ildizini borib davolaysiz, qaytib bu kasallik bezda qolmaydi bu insonda. Shunaqa bo'ladi. 95% holatda insonda organizmida sezilayotgan og'riqlar bu agar travma bo'lmagan bo'lsa, o'sha joyda o'zida bo'lmaydi, uni keltirib chiqarayotgan sabablari bo'ladi. Juda ham soz. Vrachning nomerlarini qoldiryapman. Bemalol telefon qilib, qanaqadir savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin. Hech qanaqa dori, darmon, ukollarsiz bitta muolajada onamni yaxshi qilib qo'yishibdi. Bitta like bosib qo'yinglar.